Assalomu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rguvchi do'stlar. Juma kuni kashdagi oltin vaqtinglarni biz uchun ajratganinglarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Men do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, xush kelibsizlar. Men do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum nova programmamizning qo'llovchilari. Men sizlarning yaqin do'stinglar Ramila Isan. Ularda baholuvchilarimizni bir tanishtirib o'tay. Ataqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abduzrahim Erkal apandim. Qarshilamiz. Şinjan Muqam Ansamblining davlatlik birinchi darajalik artisti, ataqli naqshchi Dilshod Raidin apandim. Qarshilamiz. Şinjan San'at İnstituti Müzik Fakültetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamragul Abduqadir muallim. Qarshilamiz. Xo'sh, undaqda qarab qila vakillarimiz Ulanlıq şortuz köpüsü bilen mükafatlayımız. İkinci bo'lgan ayırımızı Şinjan Ro'yab Xalqaro Sudi Chekish şirkati Kanadadan kirgizilgan yeşil yemeklik Jameson sog'lomlik mahsulotlari bilan mukofotlaymiz. Aylık yulduzimizni Şinjan Arzu Sudi Chekish şirkati ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchamidan o'tgan yuqori aniqlikdagi Uyg'ur sistem hisoblangan ham kompyuter ekran qilib ishlatkili bo'lgan Arzu markali yuqori aniqlikdagi televizor bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuzni diyarimiz Altın Zıbızna sahasındaki Bayraktar Karxana, Şinjan Baxtiyar Sərgərçilik Dükünü uzundan beri özünü qollab kelayotgan kən xalqımızga rahmat etiş yüzüdən nova programımızın yıllık çempionuga bir avtomobil sovg'a qildi. Bizim yıllık çempionumuz bir avtomobilga erishgandan başqa yana alayda imtiyozlarga ega bo'ladi. Nova sahnasidan nurg'unlagan cho'lponlar uchirma bo'lib chiqadi degan gap. Nava programımızın tunca ötkili Bizning naqshimiz. Sen bilen nava, şatlanarmız sen bilen nava. Yaşlığımız gülzar bağılda, kuş bıraklık içilar nava. Yanrıd hayli nakş güylerin, öyle pişkinde nava. Yanrıd hayli nakş güylerin, Çadırlar şatlansın gülsün, üzülmüşsün güldürüm nava. Nava, nava, cembulayni koynunga nava. Nava, nava, şatlanayni koynunga nava. Sende ayna var, bağın kenri bir güzel sayna. Dillik mihrin söygü ülkede, uçağı açtın bizlerge nava. Yanrı tayni nakş gülerin, öyle pişkinde nava. Yanrı tayni nakş gülerin, Çadırlar şatlansın gülsün, üzülmüşsün gülürüm nava. Çadırlar şatlansın gülsün, üzülmüşsün gülürüm nava. Nava, nava, cembulayni
saklanaylı koynumdan ova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Voy. O'zingizcha. Ko'pchilikka salom bergach o'zingizni bir tanishtirib o'tamiz boshda. Assalomu alaykum Nova programmasining qizg'in ishtirokchilari. Xotan o'g'li Amirjondan sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Men Xotan viloyat Lopnaylik Charbog 1-o'tir maktabning muzika o'qituvchisi Amirjon Qurban bo'lman. Sizlarning meni qo'llab-quvvatlashinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Amirjon muallim. Amir degan ism bek tunishliqa bizga. Muzdaqdan kelgan mehmon da'vatsiz vaqtcha. Mustaq kelgan. Amir degan ismning keyindili Gulandam degan ism adamning esi keldi. Pastda Gulandam. Bormi? Siz Amirning Gulandami bormi, yo'qmi pastda? Bugun kelinmadi. Ha? Bugun kelinmadi. Nimishqa? Tasaddufiy bu o'tgandan o'tamay qolsam Gulandamning yuzi tushib ketmasin. Ay Amarjon deb so'rab qolsam o'sha Navoga bir qanday bir maqsadlanganlar. Ha, so'rab qoldingiz adam. Deymanmisan? Dislab anglab baqalar. Nava programmasi shu biz yoshlarningki hozir shu san'at jihatdagi talantini eng yaxshi jari qildirgan bir o'tliq sahna bo'lib qoldi. Shu munosabat bilan menmi Nava sahnasiga tunji bo'lib Nava degan naqshani olib keldim. Shu boyiqqa Nava degan naqshingizni anglab biz bek hayajonlanib bek ketdik. qo'shib ketdik. Maxsus bizning programmaga atab ishlagan naqshimi bu? Ha. Oy, rahmatchimi Amirjon muallim. Men bütün xizmatchi xodimlar vakolatidan ham shu Nava programmasini yaxshi ko'rayotgan ko'rmanlar vakolatidan sizga rahmat aytaman. Rasman chin ko'nglimdan tashakkur. Hamda men bundan keyin mutlaqo yaxshi tirishib, men o'zim tarbiyalayotgan shu o'quvchilarni yaxshi shu muzika go'zal san'at jihati yaxshi bir atrofliq, yaramliq odam qilib chiqish uchun tirishaman. Barcha ishimizni tiklaymiz. Shuning bilan birga o'zingiz deb o'tgandek, shu suyimli o'quvchilarni tarbiyalash yo'lida texmi ko'p ajr singdirib, haqiqiy hurmatga noil ustoz bo'lishingizga tilakdoshmiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Aramag'ashtiring. Assalomu alaykum singlim. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat.
Aldı bilan o'zingizning salomini yo'llag'ach, o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Assalomu alaykum. Nova programmasi qatnashgan barliq aziz tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlar, Ili viloyatidagi qadimiy yurtlarning bir so'g'an qaynoq yesidan kelgan Luqmar Shavkatdan hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Sizning materialingiz ko'rganimda shu G'uldi shahrida o'tkazilgan tabassum lo'nqisi naqshkechilik musobaqasida 1-darajaga erishib ekansiz, ha? Qaysi naqshni aytqandingiz? Uni men bosh tilqi tanlash musobaqasida qatnashgan chaqda salom xalqimni aytgan. Hal qilg'ish musobaqaga qatnashganda Sanoat Tursunning ko'ngilga nasihat degan naqshni aytgan. Siz aytdim shu Sanoat odamning naqshni aytgansizda. Ha, Sanoat Tursunning naqshini yaxshi Ko'rgansiz. O'z bilan ko'rish baxtingizmi? Ko'rish baxtim. 2011-yili yozliq ta'til bo'lgan chaqda Sanoat Tursunning inisi Hasanjon Tursun bizlar yaqindi. Shuning bilan Sanoat Tursunni mushu qaynoq yesda qaynoq yesda shu naqsh etalaydigan bir san'at xumar oila bor. Shu oila bilan bir ko'rsam debdi Sanoat Tursun o'qishdan keplarman shulardan. Bir ko'rsam deb bizning chiqibdi, shuning bilan bizning uyda aytgan joyda mehmon qilib o'tdinglar. Aytgan joylar mehmon qilib bir kun kechgacha mashrab qilib shuna qo'shal o'ynab. Shu o'zingizmi o'xshab qolamsizmi o'shanda biradimizga? O'xshayman hozir. Anotga shunda tavsiyada berdi, ha, biz uyga kirib aytgancha ichib deb Sanoat Tursun deyishlar edi, ha, umma. Unda bo'lsa, shu kelishgan maqsadingizmi Sanoat Tursun bizning naqshni aytib olishmi yoki boshqa maqsad bormi? Mening ishqib biz u yerda gezrayin bo'lgan kun kichigimni tortib san'at qiziqatdim. Mushundaq cho'ng sakinlarga chiqib nomer ko'rsatgan fursat bo'lmagan. Rahmat, rasululloh. Shu bugun mush fursatni Şinjan televizion stansiyasi o'rlashtirgan mush Nova programmasiniki bizga o'xshash o'z talantini namoyon qilamayotganlarga yaxshi bir fursat ekanligini ko'rib, shunga o'z talantimni joriy qilib qo'yay deb keldim. Bizmi ham sizlarga o'xshash moyillarimizning bo'lganligidan intayin xushal. Sizlar bo'lganligingiz uchun, sizlarning yiqimli kunlaringlar bo'lganligi uchun bizning programmamiz texnik avjiga chiqyotdi. Shunda maktab o'qimsiz yoki? O'qiyman, 1 yil to'liq 3-yilda o'qiyman. Siz intan bergan chog'da qanday bir kasb o'qigansiz va qanday oliy maktabda? Mening hozir 3 xil kasb o'qig'im bor. Yana bir 2 kun 5lik qo'ysangiz mumkin. Mening orzuyim psixik maslahatchi bo'lish, kiyim-kechak loyihalovchi bo'lish, riyosatchi bo'lish qatorliq 3 orzuyim bor. Mening nomerim qarta oliy maktab olgan nomerim qarayman. Manda qiling bo'lmasa, 3 yil kasb bor maktabdan birini tepib, tushlikcha A fakultetda, tushlik damirisi bir fakultetda, tushlik oliy maktabdan o'qib boqamsiz ya. Mayli unda qilsam. Yonmay keting, mayli. Sizga bir bir ko'chab tuzum bir sap bersak. Aramag'ashtirib marhamat. Kalkenin
shu ovozi o'ziga cho'ng kelib qoladigan ishlar bo'ldi. Ovozingiz shunchalik yaxshi ekan. Mening ovozim men o'zimga kichikka qolgan. Rahmat. Qani ko'pchilikka bir tunishtirib aytamiz o'zingizni. Salom bagash. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, ekranli ko'rarmanlar. Men 3-numurluq Mahir Ahad Muhammad. Men Şinjan San'at Institutining muzik ma'rif kasbida o'qiyman. Ay Ahadjon. Bayam Mahirlar o'zlarininki gaplarini dedi, hikoyalarini dedi. Mushu sahnada naqsh aytib, ekranda chiqqandan keyin kimning ko'rishini, kimning ko'rib sizning faxrlanishini eng xohlaysiz? Ota-onamning, urug' tuqqan qarindoshlarimning, ata-opamga navoga chiqdim. Bo'ldimi? Bo'ldimi deydi. Apa dadingiz bo'ldi deganmiz, bo'ldi. Bo'ldimi ya? Akatjon, sizniki eng yaxshi ko'radigan ishingiz qaysi ish? Naqsh aytish bilan muzik chilish. Ha. Mening eng yaxshi ko'rgan ishim gap qilish qarang. Shunda bir xil qo'rqinchli qarotsiz mendan xapaman, qani aramaga ishtiramiz. Aldımdan tomoshabinlarimizga salomingizdir. Bagash o'zingizni bir tunishtirib aytamiz singlim. Bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men 4-numurluq Mayil Gulnigar Jurat bo'lman. Yurtim güzel Bertladan. Singlim o'qimsiz? Ha, men Şinjan San'at Institutining muzik ma'rif kasbida o'qiyman. Muzik ma'rif kasbidami? Tayyorliqlar puxta. Ha. Naqshni chiroyli qilibdingiz. Rahmat. Ovoz bek chiroyli ekan. O'zbek chiroyli. O'zim shunday chiroyli qilgan. Naqsh aytishga burundan qisqandingiz. Men
13 yaşımdan başlap sahneye çıkan meni ata-anam pek kollaydı. Maktablarda ju fəaliyyətlərə qatnaşamsınız adətən? Ben sene şu an Şöp Sanat Mektebi'de okugan. Şu vaxtıda ötküzülgen okuyucularının nakş müsabakasında birinci dereceye erişken. Bu birinci dərəcəyə erişkəndim aylar kim dikənlər bugün. Unda olsa, umaq sığındım sizə muvaffaq tilaymiz. Aramağaşdırın. Hakkal rahmet. Rahmat. Bala deşti ara Mecnun minendek kül Kürmemiş devran Huyumdek her zaman bir körümü gel Dedi sergan darme Ni emdu malayinge Beliye Beliyet deşti de Sevda yucununla malame Vay Behrige kaya Nemen gondiye gider bulsam Mini yoklacım bamı Mini yoklacım bamı Gelip bir şeşerde yüzeme Mini yoklacım bamı Gelip bir şeşerde yüzeme Mini yoklacım bamı Bu mıskın zar zar düşlepti Vay ikisi alayım bilmeydu Vay ikisi alayım bilmeydu Bir yerden baş edip desem Mini yok kaçayım bana Bu yerden baş edip desem Mini yok kaçayım bana Ben barayım ikumda Şarkı demek onda Ben barayım ikumda Ya gilemek onda Yar yar direk bulsa Bir gidime aşağı yukarı Tür gidime aşağı yukarı Ol sevip gilemunda Yar yar aşağı yukarı Ol sevip gilemunda Yar yar aşağı yukarı Yarım diyor bol sinir Toplamda yol yedim Yarım diyor bol sinir Toplamda yol yedim Hayatım çekip kelle Yüreğimde bu sinir Hayatım çekip kelle Yüreğimde bu sinir Hayatım çekip kelle Vay dadme Aya derdim bir Vadı sergan darme Assalomu alaykum. Ve aleyküm assalam Xush kelibsiz. Qarshi olamiz Asad. Aldı bilan ko'pchilikka bir salom berib olsiz Aqchan. Assalomu alaykum
Nava programmasını naq maydanda va ekranda oldida o'tirib ko'rayotgan barliq qarindoshlarımga Kamina Asad Dilmuratdan o'tliq salom. Asad, hozir xizmat o'rningiz? Xizmat o'rnim Qarmay 7-boshlang'ich maktabining musiqa o'qituvchisi. Bayan aş tarafda bir yürüyüş görürmenler bekçik cevap çap ketdi. Qarmaydın az adam kemiga o'xshaydi degan. Shunda o'xshaydi. Ma Shihodim keldi. Ha. Ana yurtim Shiho emasmi? Ha, dadam. Xizmat bilan oila sabablik Qarmayda o'sha turib qoldik. Bugungi nava programmamizga siz qanday arzu armonlar bilan keldingiz? Endi shu nava programmasi yo'l qo'yilganning yog'izi izchil ko'ryapman. O'zimni kichikimdan boshlab mush kasbda o'qibdimman, mush kasbga haqiqatan yuragimdan ishtiyoqim bor. Jumladan o'zimizning Uyg'ur muqomlariga bek ishtiyoqim bor. Shuning uchun mushaga navo sahnasiga bir qatnashib, o'zimni bir sinab boqay degan orzum bor. Bugun nava sahnamizda muallimdan ish kelan ekan, ha? Asad muallimmi o'zining san'at o'qituvchisi ekanligini aytib o'tdi. O'quvchilarimiz sizni navo sahnasida ko'z qancha qo'shib ketar? Shu men mashina o'yladim. Endi hozir bundaq ikki xil ehtimollik bor. Balla Asad muallim navoga chiqibdi deb ko'rib o'tirgan ishlar agar yaxshi natija chiqsa, "Va, bizning Asad muallim mushta yomon" deb qo'shib ketdi-da. Agarda keng o'tganlarda muvaffaqiyatlik bo'lmay qolsa, Sana xudo yaxshi o'tgan kelsangiz hamda tushib ketdingiz deb dema qilaman. O ba'zi sinfda sho'x bolalar yo'q degani bo'lmaydi. u ehtimollik yaqindan. Bayka. Undaqda Asad sizga mutluluk tilaymiz. Qadrli tomoshabin do'stlar. Rahmat. Birinchi o'tganda mahirlarimiz naqshisini aytib bo'ldi. Undaqda qolgan mahirlarni sahnamizga taklif qilsak, baholg'uchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglaymiz. Marhamat. Marhamat. Mayırlar qandarak avalыңlar yaxşımı? Teşekkür qılыңlar. Birinci ötkəlini sağ-salamat ötküzüp aldık. Endi mayırlarga bir qancha teklif fikirlerimizni qo'yib baqsaq. Bizning birinchi nomerlik mayırimiz Amir. Xotandan kelamiz da. Ayna. Maxsus mushu nava programmasining bugungi kungacha mushu nava programmasiga atab naqsh chizib kelgan siz deyman. Maxsus mushu nava programmasiga atab bir naqshini vujudga keltirib kelibsiz. Buningda nurg'unlagan mushu nava programmasiga intilayotgan nurg'un yoshlarning nimasini yurak sadasini mushu naqsh orqali ifodaladingiz. Navaga bo'lgan qiziqligingiz intayin yaxshi ekan, sezib turman. Buni sizning mushu kiygan kiyimingizdan bilinib turdi. Kiyimingizni aytib bugun rasmiy artistdek kiyib chiqibsiz. Rasmiy. Anadan boshqa sahnadagi kayfiyatingiz bilan aytib jushqin. Mimikingiz yaxshi, chirog'ingizdan bir tabassum chiroy chiqib turdi. Kulib tursiz bundaq. Yaxshi o'rildingiz. Sizga omad yor olsin. Ikkinchi nomerlik mayirimiz Dilxumar Shavkat. Qaynoqdan siz, ha? Naqshin nayt yiqimliq, nayt jushqin yaxshi o'rildingiz. Sendagi mimikingiz shundaq yaxshi, qiyofatingiz mamisi. Endi men deydiganim bir naqshchi aran testi bir naqshchi bo'ladi-ku. Uni doğrab, yana birisi uning o'xshash bo'lsa, bo'lmaydi. Birisiga cho'qingan bilanlar shu yo'lda menga aytsangiz bo'lmaydi. Ko'plab bu jihatdagi ko'plab bilimingizni, doirangizni kengaytirishingiz kerak. Undaq bo'lganda sizga tama ko'l bo'ladi, jiqiyatdan bilim kirdi. Anadagi sizning ayrim bir yo'lingiz chiqadi. Tirishing, omad yor bo'lsin sizga. Rahmat. Üçüncü nomerlik mayırımız Ahadcan. Sizin kıyafetiniz şundaq bir xil, bundaq qarsa resmi bir kino artisiga o'xshaydigan bo'lar ekan. Bu bundaq bir xil chet elliklarning bir rollari bor. Xalq mashinalardan chiqib buni aytib siz bu naqshni yaxshi aytdingiz. Ovozingiz bak yo'riq, jaranglik, rasmiy bir naqshchiga xos bir ovoz bor ekan sizda.
Анан кийин сиз санат мектеп окугачка мушу жаатын талим алыпсыз эмди. Bunun sizge resmi bir narsa yoktu. İkinci meni deydigan gepim, nakşını qaytarımızda okşaş amaymiz. Toymayman jamalınga bir kettima. Toymayman jamalınga bunda okşatma iliş gerek. Ataqlarını nakşını alap bakan qaytarımızda qatti okşatmaydı. Sizge Ahmet Yarbos'un avazınız maytakke. Rahmet. Gülnigar Cüret. Leyli Gül'ünü şundak yakşı orladınız. Uşak şivlerini mi şundak aşağı kaçkan şivisi de aldınız da. Bu sizin tırışarlığınızdan. İkinci demde şu sahneye çıkanda Leyli Gül'ünün aldığın baskışta mağmayımız o nakşıda etkandı. Teş durup etimiz. Cim durup kol hareketli bosu buldu ona. Çıray mimikçilerin kol hareketli yetidi o. Anandakin keyinki çok yeri kelgende ancha muncha hareket qilib qo'ysangiz o vaqtida bu naqsh qilmaslik ichida buni o'zim diqqat qilsangiz bo'lmaydi. Lekin naqshini shundoq yaxshi, shundoq chiroyli o'rildingiz. Sizga omad yor bo'lsin. As'ad muallim, salom sizga muallim, qalbi cho'g'dagi yurakni degandek naqshlar olgan burun. Siz bugun naq maydonda Nava muqamining muqaddimasi julasini o'rlab berdingiz. Muqaddimasi xalq to'lab qoldi. 12 muqamning lentalari chiqdi ku. Ashundan ilib Nava muqamini nayt puftyugunu. Yaman jiq anglang buni. Bala dashti ara mejdum meningdeki. Müştevran. Koyundek her zaman bir görmegey. Vay emas. Vay. Vadidi sergenda men dediniz. Onda men yok edi. Vadidi sergenda. Ni endim alalımga. Onda mağdı bu. Kelipi var bu muqamның. Muqamның kelipi bu naqşı oqşumaydı. Naqşı ne? Aydan keçde gülbağlar hemmeden men bir yansa yeni bir yansa özünün hissiyatıyla iti verdi bunu. Qaysını çıraylı qanlansa şunu bulur. Muqamның kelipi var nerse. Bunu qalaymiqan uyaq tartışqa qattili bo'lmaydi. Sizning g'ayratingizga barakallah shundaq yaxshi jur'atlik sahnaga chiqmoqdaqnadi. Jushqun kayfiyatda o'rlab berdingiz. Endi majatda men azroq fikrimni qo'ymsam bo'lmaydi. Endi bundan keyin shu muqamni qaysini o'rlag'imiz hammani boshdan emas, shu o'rlangan deganingizni bak aniq anglam. Yomon shu jinshki inchik anglab o'zingizga singdirib olsangiz, kelgusida har qanday yerda siz vang desangiz haq so'ta bo'lmaydi. Ahmet Yarbos'un emmalara. Rahmet Nusratga. Salam Mahirla. Birinci basqış bizning naqshimiz oxirlashibdi. Men o'zimning his qilganlarimni aytib o'tay. Birinci nomerlik Mahir Amirjon Qurban. Müzik sezmangiz yaxshi ekan. Aldı bilan mushu Nava programmasiga atab maxsus bir naqsh edib kelganligingizga men o'zimning rahmatimni bildiraman. Etqan naqshingizda milliy puraqma kuchlik, udarlarmi shunaq sho'x, jo'shqin bo'ldi. Bo'libmi usulchi qizimizningki mush kasbiy usulchilar xos nafs harakatlari sizga alayda ko'p husn qo'shdi. Endi mening his qilgan sizdagi azroq yetersizlik, odatda shunchalik kulimsirab turqingiz, shunchalik tabassum yaxshi. Naqsh etgan vaqtida yani sel töven bo'lib qoldi kayfiyat, sel sus. Chunki bir go'zal qiz yoningizda aylanib usul o'ynayotdi. Shuning ancha-muncha moslashib qo'yishingiz kerak. İkinci basqışlarda mush tarafga diqqat qiling. Ahmet Yarbos'un. İkinci nomerlik Mahir Dilxumar Shavkat. Avaz tusunuz yo'ruq, ovozing'iz pokiz, so'zlik shundoq yaxshi ekan. Ovoz doirangiz mo kengkan. Seg'inish degan naqshni shundoq yaxshi boyig'i yetkizib, hissiyotlarni mo to'liq ifodalab, chin tabiiy ovozingizni o'rinlab berdingiz. Endi sizga bo'lgan mening yetarsizlik emas taklifim. Sizdek kichik o'zingizga xos bir uslub yaratishingizni umid qilaman. Ahmet Yarbos'un. 3-nomerlik Mahir Ahad Muhammad. Ovoz tusingizdan qaraganda ovozingiz erlarning yuqori ovoziga tava ekan. Ovozingizning doirasi keng, yangroq, ochiq ekan.
Ko'rinib turibdi, siz mush ovoz ilmida xeyli hozir bilimga ega bo'libsiz, xeyli yaxshi tarbiyalanibsiz. Naqshidagi bo'lib mush naqshidagi so'zlarni elishingiz yo'g'on, dona. Mush bizning ovoz ilmidagi talabga loyiq bo'ldi-da. Endi mening isqan sizdagi yetersizlik foydalashayotgan deb o'tdi mush sahnadagi qiyofat. Badan tutush, chiroy, mimika. Bay deb o'tdi biz bir san'atchi, sahnaga chiqqanki bir artist. Cho'qib mush taraflardan diqqat qilishimiz kerak. Mengiz turishdan tortib. Shun keyingi bosqichlarda mush tarafga ko'ngil bo'ling. Sizga muomad yor bo'lsin. 4 numurluq Mahir Gulnigar Jurat. Bu Leyli Gül degan naqsha haqiqatan ovoz doirasi keng, ushaq agitmalar ko'p, qo'yiq milliy piraqqa ega, xelil kuch talab qiladigan bir naqshlarning birida. Sizmi bu naqshni o'zingizning ovoz tusiga moslashtirib, xelil yuqori saviya bilan o'rinladingiz. Ovoz tusingizmi yo'riq, chiroyli ekan. Omad yor bo'lsin. 5 numurluq Mahir Asad Dilmurat. Ovoz sharoitingiz haqiqatan yaxshi-ki, ovoz tusingizni ko'rib bilishga bo'ladi. Ovozingiz arla yuqori ovozining tusi bor ekan. Tanlagan naqshingiz shunchalik ovozingizga tushibdi. Sahnadagi harakatlaringiz jonliq, o'rinliq bo'ldi. Yetersizlik foydalashayotgan deb o'tdi mening ashi his qilganiga o'xshashda. Shunga endi bundan keyin muqomga oshiq bir yurkingiz bo'lgan ekan, cho'qimliq mush yo'lda davomliq izdining. Omad yor bo'lsin. Rahmat, Amrazimon. Birinci numurluq Mahir yuqorida Nava namlıq naqshini aytdi, ya'ni Nava programmasiga bo'lgan madiyasini ifodaladi. Va haqiqatan yaxshi. Naqshininki muzikalik o'yintishlarini ifoda qilishingiz, qiyofatingiz, sahna qiyofatingiz haqiqatan yaxshi bo'ldi. Endi diqqat qiladigan taraf naqshingizni, texmi ovozingizni texmi uchuq yo'riq chiqarishga ahamiyat bering, bu tarafni izlang. Lekin naqshini yaxshi aytdingiz. Omad yor bo'lsin, ha? Rahmat. 2 numurluq Mahir ijrosidagi Seg'inish nomli naqsha muzika bilan so'z intayin bir-biriga mos kelgan yaxshi bir naqshga. Naqshchi bu Mahirninki ovoz tusimi yo'riq, yaqinlikka. Naqshining muzikalik o'yintishlarini, ya'ni aşı naqshi talab qilgan muzikalik o'yintishlarini yorqin ifodalab berdingiz. Bu tarafdan yaxshi. Tirishing, omad yor bo'lsin. 3 numurluq Mahir yuqorida talkitog'larini aytdingiz. Dilshod Amragul ma'lum yaxshi to'g'ri baholarni berdi. Ovozingiz haqiqatan ovozingizning tusi erlarga xos tusga ega. Ovozingizni jaranglik, to'g'ri bor. So'zlarni elishingiz yaxshi. Lekin sahna qiyofatingiz, chiroy ifodasiga diqqat qilishingiz kerak. Endi bu deganda bu talki tog'lari degan yurtimizning bir simvoli. Endi shu yurtga bo'lgan muhabbatni albatta qizg'in, xo'shal kayfiyat bilan ifoda qilish kerak, shundaqmi? Mana shu taraflarga tirishib keting. Rahmat. 4 numurluq Mahirning ovoz tusi suzuk, yaqimliq. Birinchi kupletdagi naqsha melodiya bilan ikkinchi kupletdagi o'zgarishchan holatlarni ifodalash yaxshi bo'ldi. So'zlarni elishingiz yaxshi. Kiyimingiz yaxshi yarashibdi. Shu ikkinchi o'zgarishdagi muzikalik odarlar kirishingiz joyida bo'ldi. O'zingiz sahnada ro'yingiz ko'tarangi, jo'shqin, yaxshi aytdingiz. Taxmin tirishing, omad yor bo'lsin. 5 numurluq Mahirning ovoz tusi yaqinlikka ham jonliq. Muqomni aytganingiz, muqomning haqiqiy ashi boshini o'ziga xos kuyda boshladingiz. Bu o'rindan boshlasa haqiqatan muqomlik kayfiyati ifodalandi, gavdalandi. Biz nurg'un anglab ketdik. Ba'zilar o'zining ovoz sharoitiga qarabla o'xshamagan boshqa kuy o'rnidan boshlab qo'ydi. Shuning bilan muqomning allaqay jonliq portlab chiqadigan hissiyotlari ifodalanmaydi, kayfiyat qizg'in bo'lmay qoldi. Mayada yaxshi ifodaladingiz. So'zlarni elishingizmi yaxshi? Mard maydonda sinang degandek, mana naq maydonda aytganingiz alayda yaxshi bo'lib ketdi. Bu bir mahorat. Bizning bir qism kasbiy naqshchilarimizmi naq maydonda naqsh aytishdan qo'rqadi. Bu tas. Bu haqiqatan ifodalash. Hammanglarga omad yor bo'lsin. Rahmat.
Rahmat azizlar. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, 5 nafar mayirimizning naqshlarini birlikda anglab o'tdik. Baholovchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini ham angladik. Undaqda naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz bir paraz qilib boqqan bo'lsa, bizning bu 5 mahirimizdan zodi kim bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu? To'g'ri paraz qilsangiz, albatta mukofot qo'yamiz ba. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizni Shinjang Sarkarda kiyim kechak shirkati ta'minlagan 500 yen qimmatidagi erlar kiyim bilan mukofotlaymiz. Undaqda paraz qilib. Ben 3. numaralık mayırını bir haftalık yıldızı birinci bulam dikin dep oylayman. Rahmat sizga. 1. numaralık mayır amirni 1. bulam dikin dep paraz. Rahmat. Ben şu 5 numaralık mayırını bugünkü şu birinci haftalık çempiyon bo'lib qilishini paraz qildim. Ben şu 4 numaralık mayırını birinci bulam dikin dep oyladım. Ovoz pek yaxshi ekan. Men chuqum 2 numaralık mayır o'tib chiqdi. Ekran oldidagi qadrli tomoshabin do'stlar, qani sizlar paraz qilib beqinglar. Bizning bu 5 mayirimizdan zodi kim haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu? O'zinglar bu haftalik yulduz bo'la oladi deb qargan mayirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llasanglar bo'ladi. Bu haftadagi talaylik abun balkim siz bo'lib kelishingiz mumkin. Qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda bizning bu haftadagi yulduzimiz zodi kim bo'ldigandu? Qisqa e'londan keyin hammalar birlikda natijasini ko'ramiz. Kanalni yutmay turing. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Shinjang televiziya stansiyasi bilan Vasliwot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan, shivsiz mahsulotlarni ishlab chiqaradigan Shinjang Chin Nuriy Biopantexnik cheklanish shirkati alohida qo'llagan yangi nava programmasi. Undaqda endi naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizning o'z huquqini yurgizadigan vaqti keldi. Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, odillik prinsipi bo'yicha mas'uliyatchanlik bilan bu haftalik yulduzimizga bilet tashlasanlar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mayirning rad nomerini to'xtamasdan to'lsanlar bo'ladi. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gerçi ben bu qatam o'zimninki balkim o'zimninki shu san'atchilik ortiqchiligini yaxshi namoyon qilamagan bo'lishim mumkin. Lekin men cho'qim tirishiman. To'g'ri, biz shunday tushundik. Bu sizning san'atchilikdagi talantingizning to'liq namoyon qilinishi emas. Menimcha sizda yana bundan ortiq bo'lgan talant bor. Shunlashqa tayyorlikni puxta qilib, navasakimizga yana kelishingizni qarshi olamiz bo'lamdi. Qutlug' tilaymiz sizga, rahmat sizga. Agar sizlar yaxshi ko'rgan mahir haftalik yulduz bo'lamagan bo'lsa, oylik yulduz bo'lamagan bo'lsa, keyingi o'tganlarga muvaffaqiyatli o'tamagan bo'lsa kerak yo'q. Yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llash orqali uni yana navosakimizga qaytarib kelalaysizlar. Shundaqla tanlaylik abon bo'lish fursatiga erishalaysizlar. Tafsilotli Vasliwot to'rida. Qadrli tomoshabin do'stlar, nava programmamizning birinchi o'tkili muvaffaqiyatli tamomlandi. Biz endi ikkinchi o'tkaliga o'tib ketamiz. Ikkinchi o'tkilimiz parvoz. Ay camalını körüp aynalı kız iken bu dedi. Nur çiçek tursa yüzüm günün özüken bu dedi. Mıncenim bulsun teseddüp bir karşımda senin. Gözlerini tam sehermin yıldız iken bu dedim. Aynı özü iken bu dedim. Kaşgar kızı iken bu dedim.
dosi yoktu ne vay ki yürümüş akıbet bir gün hayranım ben ey Allah ey men hayran sana yarim. Aydın akşam baka girsem olmap şiptüm ey olmap şiptüm olmayayım kızıl gölge yerge düşürdüm yerge düşken olmalanı yaprağı bulsan ey yaprağı bulsan kömrümdeki şu yalanın ömrüğü bulsan. Şuna pervaz basqıçımın ait qalbilik tamamlandı. Endi ikinci numurluq Mahir şu Nava programmasının ikinci basqıçının tələbi bo'yicha o'zining naqsh aytishdan boshqa san'at alayligini ko'rsatgan usul o'ynab. Bu jarayonda bu Mahirninki usul harakatlari, ya'ni usul muzikasining o'darlariga ritmiga moslashganligini ayt yaxshi oldu. Usul hareketlerimi ayt yaxshi. Xudo biraz ta'lim olgandakda aytdi joyida bo'ldi. 3-numurluq Mahirning ijrosidagi yuqoridagi Hayroning men nomli Turpan xalq naqshisi aytayliqi aytish qiyinligi zo'r bo'lgan bir naqsha. Ovozingizga mos kelmay qolibdi. Tanlayolmay qolibsiz mana naqshini. Naqsh tanlashga ahamiyat bering. Tirishing. Rahmat. 4-numurluq Mahir Olmechi Anarning nomli naqshini mazmunga xos muzikalik hissiyot, sho'q usullik badan harakati bilan yaxshi o'ynab berdi. Yaxshi o'yindingiz. Kiygan atlas ko'ynaklaringizmi shundoq moslashibdi. Rahmat yor olsun. 5-numurluq Mahir elektronlik pianonun çalıp özününki yani bir müzik çalış alayligini ko'rsatdi. Yaxshi çaldı. Onun üstüge Aydın akşam degan naqsha, yani ili naqshalarning melodiya Prag alayligi bo'yicha ijod qilingan ijodiy naqsha bu. Shuni ana naqshininki o'zi xos mardona muzikalik o'yintishlarini yorqin ifodalab berdingiz. Bu tarafda yaxshi endi. Xuyor bo'lsin. Rahmat Abdujabbor. 2 numurluq Mahir Dilxumar Shavkat
usul hareketleringizin xeyli qiyinlik derecesi barken. Usulunu xeyli udarlarga düşürüp yaxşı oynadınız. Ahmet yar bolsun. Rahmet. 3 numaralık Mahir Ahad Muhammed. Özünüz tutar çelip bir chatten etdiniz. Bu hakikaten asanğı toxtamaydı. Lekin muşu basqışta etqan naqşыңızda sizning ovozingizga ortiqchiliklar toz ifodalanmay qoldi. Bay Adiskam deb o'tdi. Siz birinchi basqishda ovozingizga butun ortiqchilik to'liq aks etgan. Ma basqishda ma tanlagan naqshingizda yana azroq boshqa turishga to'g'ri keladi. Keyingi basqishlarda omad yor bo'lsin. Yana sizga texmi zo'r utuq tilayman. 4 numaralık Mahir Gülnigar Cüret. Usul hareketleriniz mi çıraylık şundak omaq boldi. Naqşını mı yaxşı ettiniz. Әмді lekin şu bazı yerbek yumuşak sebebiden mi bazı qattiq yumuşak otarlardaki farq. Farq boluda emas mi? Şu farqlar taze görünərlik bolmay qaldı. Keyinki basqıçlarda müştereplerge dikkat qılın. Ahmet yer bolsun. Rahmet. 5 numaralık Mahir Esat Dilmurat. Aydın akşamını elektronik real bilen shunchalik yaxshi o'rinlab berdingiz. Naqshdagi hissiyat, inchik paraqlarmi asosan joyida bo'ldi. Sizga omad tilayman. Rahmat. Rahmat. 2 numaralı mayırımız Dilxumar. Muşu usulga xeyli qantar sındırıpsız, xeyli ecri sındırıpsız. Usul heveskarların içinde menimcha sizning usulingizga yaxshi deb qarayman. Rahmet. Yaxshi o'yindingiz. Rahmatlar olsun. Ahad efendim, duttani yaman emas chaldikansan, tirish. Bir naqshchiga nisbatan, bir Uyg'ur naqshchiga nisbatan duttani yaxshilish bu yomon cho'ngishmi bu? Bu ash naqshsiga gul qo'shib mangadi. Sen mana degan duttachilishda, naqsh etishda tirish qolmasdan, hissiyat jihatda, gap qilish jihatda azroq bir tirish. 4 numar Mayr Gulnigar Cüret. Almachi anar degan bu naqsha xotin xalq naqshi. Bu naqshni naqsh etib turib usul o'ynagan usulchilar ko'p o'tganman. Hissiyat jihatdan naqsh o'rlash usul harakatlari ham shundoq qalbilik yaxshi bo'ldi. Utuqliq sizga yor bo'lsin. Rahmet. Asad efendim, sen g'o'diqdingizmi qanday oxirgi taraflarda azroq shivilar taz desmay qoldi. Lekin asosiyatdan naqshi xeyli mukammal yaxshi o'rlandi. Rahmat. Qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar yaxshi ko'rgan Mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, Mahirlarga madad bergan asosda bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda qo'sa, bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 Muşundaq bir natija bo'lib qolar deb o'ylashganmidingiz? Hurmatlagan tomoshabinlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Qadrli tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Vaslivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Şinjan Chinori biopantexnik chekish shirkati alohida qo'llagan Yangi Navo programmasi. Unda Xosat Hayir oldingi Navo programmamizga qisqacha orqali qatnashgan ta'laylik abonentimizni tanlab chiqamdik. Bo'ladi. Qani undaqda cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Ta'laylik abonentimizning telefon nomeri 138 99 22 22 muborak bo'lsin. Sizning Şinjan Oğuzxan kasbiy cheklanish shirkati ta'minlagan Oğuzxan erlar maxsus ichimligi, erlar quvvat talqini, xonim qizlar quvvat talqini va Oğuzxan matonlari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Muborak bo'lsin. Endi yana bir ta'laylik abonentimizning telefon nomeri to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Yana bir ta'laylik abonentimizning telefon nomeri 135 79 94 78 muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sizning Şinjan Haqqan Sodi chekish shirkati ta'minlagan Haqqan kiyimlarini bas setish to'kini ta'minlagan 500 yen qiymatidagi Haqqan kiyimlari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Muborak bo'lsin. Keyingi bosqichimiz qarindoshlar. Çırak otur pervane
Kuyer merdan güzelsin ey dilber bulay kurban kurbane bulay kurban kurbane kurbane güzelsin ey dilber bulay kurban kurbane bulay kurban kurbane Hoş aldı bilen hamkarlaşıkçılığınızı bir konuşturup demsiz. Ha buldu. Bu yak bulsa mening öz akam Azmat buldu. Ha, uy. Qarshi olamiz. Bu yak bulsa mening öz adam buldu ismi Dilraba. Bu yak bulsa Qaynoqdan kelgan bizden bir yurtdosh ismi Rahmatullah. O yak bulsa yanında yetib tembirchagimiz Azmat buldu. Ha, qarshi olamiz. Bu qeyrindoshlarning aqchan singlisi deydigan yurak so'zi bor. Qaysinglar vakil bo'lib deb baqsizlar? Vesliot şirket bilen muştaq Şinjan televiziyasının birleşip muştaq Nova programmasını orlaştırıp yaşlarga muştaq bir yaxşı fırsatni hazırlap bergen köpten köp rahmet aytaman. Singlimning bundan keyin tirishib o'zining parlaq istiqbolini qo'lga keltirish uchun tirishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Hoşumam türülgende, hoşumam türülgende
Belki çınarını şahıga koydu Kişinin yarı yanında Künde mundaştı Ey minnin yarım yirakta Küzümden uçtu Bu çınar yes çınar Çıksa vuran şahit sunar Sunsa eğer bir gül şihi Bulbul kilip nege kunar Bulbul kilip nege kunar Bulbul kilip nege kunar Şəmimiz yaxşı görülen naxışlarını çatmaq bilə etibdim. Bizmi pastut tağaçdan etdik siz bilan anlanmışsınmı? Unaxısa qeyrindaşlarınızın bir tunuşturub etəmsiz. Сабақчым Дилшат, сабақчым Ершат. Oy. Dilşat, Erşat. Bo'ldi unda qo'sa, nayt yaxshi naqshdan birini huzurimizga suninglar, unda qo'sa, aqam-aqash to'g'amsanglar. Marhamat. Bağ içilgan cübbe türgüller Bak girsem seni soraydı Aldı şok bulbul Köyge köy qetib Xandan urut seni küyleydi Sevgimizden barcha bu alem Bizga har dam kulib qaraydi Sevgimizden barcha bu alem Bizga har dam kulib qaraydi Yansın uçmusun aşıklık kuti Nuri taransın cimi alemge Baxtga to'lsin sevgi rishtimiz Chin bog'lansin yurak yurakka İçilsin her dem çimenlikte Süygümüzün kuşboy gülleri Yağrisun her dem chin sadaqatda Muhabbatning o'tliq kuyleri Hayatımda sen, baharımda sen Bir ömürlük vafadarım sen Hayatımda sen, baharımda sen Bir ömürlük vafadarım sen Hayatımda sen, baharımda sen Bir ömürlük vafadarım sen Bir ömürlük vafadarım sen Həmkarlaşqışınızı bir tunuşturub etəmsiz usta. Hemkarlaşqıçım, ömürlük hemrayım, ayalım Hatime ablim tutuldu. Fatime abinin kəsbi işmi hesabında ha, Qarmay televiziyasından siz işləydi. Ailəңlər köz təgmisin, bəxt diləyimiz sizlərə. Rahmet. Bu naqşınız məxsus işkinlər üçün atap yazılған naqşıda qılamdı, değil mi? Muşu Nava programısıga tizimga aldırışım muvaffaqiyatli bo'lgan ekan, tekisi, muzikasini o'zim yozib akkordlashtirgan. Muşu bir naqşını məngü etib ötüb ketinglar. Rahmet. Rahmat. Fatime, daim ekrana chiqib, televizor ko'rguvchilarga gap qilganingiz bilan ekranda yo'lishingizga birga qilib baxmagan bo'lgaydingiz, Aqcham. Bugün Muşu Nava programmasi qatnaş arqalıq intayin hayacanlandım. Muşu Nava programmasi qatnaşqan barlıq mahirlarga utuqyar bolsun. Şunun bilan birga Asad Dilmuratni yani yo'ldishimni hammanglarning qo'llab, quvvatlab berishinglarni umid qilaman. Rahmat.
Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rguvchi do'stlar, ko'rayotganinglar Shinjang televiziya stansiyasi bilan Rasliwot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan, shubhasiz maqsadlarni ishlab chiqaradigan Shinjang Chin Nuriy Biofan texnik cheklik shirkati alohida qo'llagan yangi nava programmasi. Undaqda qadrli tomoshabin do'stlar, tanlash huquqinglarni yana bir qitim yurgizsizlar. Qani undaqda bilet tashlash Boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4. Attı bir yıldız. Ana desem aydek isil, tekir dadam baydek isil. Dünya yığmay, dünya seydik, nimet eden alem Anam aydek ilal tursa, atam tingen sağ tursa. Kızıl güldek itilman diyem, ula bekçiye beri kursa. Kızıl güldek itilman diyem, ula bekçiye beri kursa. Bir gün ata-anam izleyelim ata-anam. Yarım kunağı kaptı, küz besli bu Kınaklıkta vay, küz besli bu Kınaklıkta Kutay değmen kızıl gül, işan yarim Kuşçak çak vay, işan yarim Kuşçak çak Uydan diki üçmenim bir şehir vap buldu bir şehir vap buldu Seyyarımın dedine direkt bakayım kavap buldu direkt bakayım kavap buldu Kavabımın tarısını çukuvaldı dummucuk Kilim yarım oynayını sen çıraylık men bucuk sen çıraylık men bucuk Ey sen çıraylık men bucuk Ey sen çıraylık men bucuk Programımızın baş kısmında muşu şikim ayrımızını yaptırık yıldız bulalaydı da paras kılgan tamashabin dostumuz qayada o'tadikin? Albatta to'g'ri paras qilgan tomoshabinimizga mukofot buyumimiz bor. Shinjang sarkarda kiyim kechak cheklik shirkati ta'minlagan 500 yuan qiymatidagi erlar kiyim bilan mukofotlaymiz. İki nafar mayrimizin zadi kim haftalık yıldız bolalaydigandu. Kısa ilandan keyin natijasini birlikte görürüz. Kanalını yutkamay turing. Ekran oldidagi televizor ko'rguvchi do'stlar, ko'rayotganinglar Shinjang televiziya stansiyasi bilan Rasliwot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan, shubhasiz maqsadlarni ishlab chiqaradigan Shinjang Chin Nuriy Biofan texnik cheklik shirkati alohida qo'llagan Yangi nava programmasi. Haftalik yulduzimizni Kuchanaya Yanardağ Soda Çekiliş Şirketi Koreya texnikasini qo'llanib ishlab chiqargan Yanardağ sog'lomlik shortuz köpüsü bilan mukofotlaymiz. İkinci bo'lgan ayrimizda Shinjang Ro'yab xalqaro savdo cheklik shirkati Kanadadan kirgizilgan yeşil yemeklik Jameson sog'lomlik mahsulotlari bilan mukofotlaymiz.
Aylıq yıldızımızın Şinjan Arzu Sodi Çəklik şirketi təminləyən dövlət sübət təkşiriş ölçündən ötən yuqori iniqlikdəki Uyğur sistem səplənən həm kompüter ekran qılıb işlətkili bulduğan Arzu markalıq yuqori iniqlikdəki televizor bilan mükafatlayımız. Yıllıq çempionumuzni diyarımız Altın Zıbızna sahəsidəki Bayraqdar Karxana Şinjan Bəxtiyar Sərgərçilik tükünü uzundan beri özünü qollab kelayotgan kən xalqımızğa rəhmət etiş yüzüdən Nava proqramımızın yıllıq çempionuğa bir avtomobil sovg'a qildi. Albatta bu fursatda programmamizni yaqindan qo'llab riyosatchilarning kiyimini ta'minlagan Adil So'lsari 3-qavat favori kiyim-kechaklarga shundaqla riyosatchilarning chash va girimi uchun ajr singdirgan Adil So'lsari 2-qavat Ra'na to'y girim to'y kiyimchiligiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Ha, shundaqla mening kiyimim ta'minlagan Urumchi Do'nko'rik savdo markaziga joylashgan Turkiya Daffari kiyimlarini setish do'koniga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Şunun bilan birga programmamizni alayda qo'llagan Jongodagi 3 darajalik ishonchli korxona Şinjan paxta sodi çəkiliş şirketiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Rahmat. Undaqda taratqular vakillarimiz zodi kim uchun qo'ldagi qimmatlik 10 biletni tashlaydi. Ko'rib baqmiz. 2-numurlik mahirimizga qo'ldagi qimmatlik 10 numarni berishni xohlaydigan taratqular vakillari. Taqalan ko'tagan bo'lsanglar. 2 3 30 numar muborak bo'lsin. Rahmat. 5-numurluq mahirimizga bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari taxtimizni ko'tasak 1 2 3 4 5 50 numar muborak bo'lsin. Tomoshabin do'stlarimiz bilet tashlashni boshlaydi. Ishkinglar bilet tashlash boshlandi deysizlar, andan boshlaymiz. Bulamda Unda bo'lsa Tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Albatta Nava programmamizga qadam tashrif qilib, yaxshi naqshlar bilan hammaylarga ma'naviy zavq ato qilgan barliq mayirlarimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Shu qatorda singlimiz sizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Buning keyingi ishlaringizga utuq tilaymiz. Rahmat sizga. Bizning bu Nava programmamizning haftalik yulduzi Asad muborak bo'lsin. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimiz Qanina Do'tadagi muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ko'ngil so'g'imizni qabul qiling. Qani undaqda bizning baholovchilarimizni bu haftalik yulduzimizga Nava loqisi yetkazib berishni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Ko'ngillarning tashnasi. Siz qanday arzu armonlar bilan keldingiz? Endi shu Nava programmasi yo'l qo'yilganning yog'izi izchil ko'ryaptim. O'zimni kichikimdan boshlab mush kasbda o'qibdim, mush kasbga haqiqatan yurkimdan ishtiyoqim bor. Jumladan o'zimizning Uyg'ur muqomlariga bek ishtiyoqim bor. Shuning uchun mushaga Navo sahnasiga bir qatnashib, o'zimni bir sinab boqay degan orzumda. Bugun Navo sahnamizda muallimdan ish kelan ekan-a? Asad muallimmi o'zining san'at o'qituvchisi ekanligini aytib o'tdi. O'quvchilaringiz sizni Navo sahnasida ko'z qancha xo'shib ketar? Shu men mashina o'yladim. Endi hozir bundaq ikki xil ehtimollik bor. Balla Asad muallim Navoga chiqibdi deb ko'rib o'tirgan tushliq, agar yaxshi natija chiqsa, "Voy, bizning Asad muallim mushta yomon" deb xo'shib ketdi-da. Agarda keyingi o'tganlarda muvaffaqiyatlik bo'lmay qolsa, sana xudo yaxshi o'tgan kirsangiz hamda tushib ketdingiz deb dema qilaman. O ba'zi sinf tundosh o'qballarning yo'q degani bo'lmaydi. U ehtimollik yaqindan. Bayka. Undaqda Asad sizga utuq tilaymiz. Qadrli tomoshabin do'stlar. Rahmat. Birinchi o'tganda mahirlarimiz naqshisini aytib bo'ldi. Undaqda qolgan mahirlarni sahnamizga taklif qilsak, baholovchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglaymiz. Marhamat. Marhamat. Mayırlar qandarak avalыңlar yaxshimi? Teşekkür qilinglar. Birinchi o'tganni sog' salomat o'tkazib oldik. Endi mayırlarga bir qancha teklif fikrlarimizni qo'yib qo'ysak. Bizning birinchi nomerlik mayırimiz Amir. Xotandan kelamiz-da. Ayna. Maxsus mushu Nava programmasining bugungi kungacha mush Nava programmasiga atab naqsh chizib kelgan siz deyman. Maxsus mush Nava programmasiga atab bir naqshini vujudga keltirib kelibsiz. Buningda nurg'unlagan mush Nava programmasiga intilayotgan nurg'un yoshlarning nimisini, yurak sadasini mushu naqsh orqali ifodaladingiz.
Navağı болған қызғылықыңыз интайын яқшы екен, мен сезіп тұрмын. Бұны сіздің мұшы киген киіміңізден білініп тұрды. Киіміңіздің айты бүгін рәсми әртісте киіп шығыпсыз. Рәсми. Әніңдің башқа сәхіндегі кепиятыңыз мұны айты жүшқын. Мемекіңіз яқшы, чырайыңыздың бір тәбәсім чырай шығып тұрды. Күліп тұрсыз мұндақ. Яқшы орылдыңыз. Сізге амет яр olsun. Кішкене номерлық майырымыз Дыл Ғұмары Шаукет. Қайнықты нәсіз, Нақшын найты еқімлік, найты жүшқын яқшы орылдыңыз. Сәндікі мемекіңіз мұшындақ яқшы қияптыңыз мәмімісі. Әнді мен дәдіғінім, бір нақшы аран тәсті бір нақшы болады. Оны дорап, ені бірісі, оның оқшаш боласа, болмайды. Бірісігі чоқынған біләлі, шу олды өш, мен айсаңыз болмайды. Көплеп, бұл жәттіке көплеп біліміңізді, дайырыңызды кеңейтішіңіз керек. Андақ болғанда сізге тама-тама көл болады, жықиядың білім кірді. Әнәдеке сіздің айрым бір yolыңыз шығады. Тырышың, амет ер болсын сізге. Үшінші номерлық майырымыз Әхәтжан. Сіздің қияптыңыз шундақ бір қылында қарсы рәсме бір кейіні бар сізге оқшайдыған бол екен. Бұндақ бір қыл чәтәліклерінің бір олыр бар ғой. Машиналадың шығып, бұны ит өтеді қап. Сіз бұл нақшыны яқшы иттіңіз, ауазыңыз бәк yorық, жараңлық, рәсми бір нақышшыға қас бір ауаз бәкен сізді. Әнен кейін сіз мүш сәнет мәктеп оқығашқа мүшу жәтін тәлім апсыз әмде. Бұныңғы сізге рәсми бір нәрсі жұқыпты. Ішкен жерден мен адайдыған кепім. Нақшының қайтарымызды оқшаш амаймыз. Тоймаймен жамалыңға бір кетті ма? Тоймаймен жамалыңға. Бұнда оқшатма еліш керек. Атағылқыланы нақшының алап бәкен қайтарымызды қатты оқшатмайды. Сізге амет яр болсын, ауазыңыз майтақке. Рахмет. Gülnigar Cürel. Leyli Gül'ünü şundak yakşı oraldınız. Uşak şivlerini mi? Şundak kaçkan şivisi ala aldınız da. Bu sizin tırışçalığınızdan. İkinci demde şu sahneye çıkanda Leyli Gül'ünün aldığın basmışta mağmayımız o nakşıda etkandı. Teş durup etimiz. Cim durup kol hareketli bosu buldu ona. Çıray mimikçilerin kol hareketli yetidi o. Anandakin keyinki çok yeri kelgende ancha muncha harakat qilib qo'ysangiz, o vaqtida bu naqshiga moslashishda buni o'zim diqqat qilsangiz bo'lmaydi. Lekin naqshini shundoq yaxshi, shundoq chiroyli o'rildingiz. Sizga omad yor bo'lsin. As'ad muallim, salom sizga muallim, qalbi cho'qdek, yurakni degandek naqshlar olgan bir. Siz bugun naq maydonda Nava muqamining muqaddimasi julasini o'rlab edingiz. Muqaddimasi xalq to'lab qoldi. 12 muqamning lentalari chiqdi ku. Ashundan ilib Nava muqamini nayt puftigini. Yaman jiq anglang buni. Bala dashti ara mejdum meningdek müştevran Koyundek her zaman bir görmegey Vay emes Vay Vadidi sergendan men dediniz onda men yok edi Vadidi sergerdan Ni endi malalımga onda mağdı bu Kelipi var bu muqamның Muqamның kelipi bu naqşı oqşumaydı Naqşı ne? Aydan keçde gül bağları hemmeden men bir yansa yeni bir yansa özünün hissiyatla iti verdi bu ne? Qaysını çıraylık anlansa şunu bulur. Muqamның kelipi var nerse. Bunu qalaymiqan uyak tartışqa qattili bolmaydı. Sizin gayretinizga barakallah şundaq yaxshi jur'atlik sahnaga chiqmoqdaq nadi jushqun kayfiyatda o'rlab edingiz. Endi majatda men azroq fikrimni qo'ymsam bo'lmaydi. Endi bundan keyin shu muqamni qaysini o'rlag'imiz hammani boshdan emas, shu o'rlangan deganingizni bak aniq anglam. Yomon shu jinshki inchik anglab o'zingizga singdirib olsangiz, kelgusida har qanday yerda siz vang desangiz haq sota bo'lmaydi. Ahmet Yarbos'un emmalara.
Rahmat Dilshodga. Salam Mahirlar. Birinci basqıç bizning naqshimiz oxirlashibdi. Men o'zimning his qilganlarimni aytib o'tay. Birinchi nomerlik Mahir Amirjon Qurban. Muzik sezmingiz yaxshi ekan. Aldı bilan mushu Nova programmasiga atab maxsus bir naqsh edib kelganligingizga men o'zimning rahmatimni bildiraman. Aytgan naqshingizda milliy purakma kuchlik, udarlarmi shunaq sho'x, jo'shqin bo'ldi. Bo'libmi usulchi qizimizningki mush kasbiy usulchilar xos nafs harakatlari sizga alayda ko'p husn qo'shdi. Endi mening his qilgan sizdagi azroq yetarsizlik, odatda shunchalik kulimsirab turqingiz, shunchalik tabassum yaxshi. Naqsh aytgan vaqtida yani sel töven bo'lib qoldi kayfiyat, sel sus. Chunki bir go'zal qiz yaningizda aylanib usul o'ynayotdi. Shuning ancha-muncha moslashib qo'yishingiz kerak. İkinci basqıçlarda mush tarafga diqqat qiling, omad yor bo'lsin. İkinci nomerlik Mahir Dilxumar Shavkat. Ovoz tusingiz yo'ruq, ovozingiz pokiz, so'zlik shundoq yaxshi ekan. Ovoz doirangiz mo keng-keng. Seg'inish degan naqshni shundoq yaxshi boyig'i yetkazib, hissiyotlarni mo to'liq ifodalab, chin tabiiy ovozingizni o'rinlab berdingiz. Endi sizga bo'lgan mening yetarsizlik emas taklifim, sizdek kichik o'zingizga xos bir uslub yaratishingizni umid qilaman. Omad yor bo'lsin. 3 nomerlik Mahir Ahad Muhammad. Ovoz tusingizdan qaraganda ovozingiz erlarning yuqori ovoziga tava ekan. Ovozingizning doirasi keng, yangroq, ochiq ekan. Ko'rinib turibdi, siz mush ovoz ilmida xeyli hozir bilimga ega bo'libsiz, xeyli yaxshi tarbiyalanibsiz. Naqshidagi bo'lib mush naqshidagi so'zlarni elishingiz yo'g'on, dona-dona. Mush bizning ovoz ilmidagi talabga loyiq bo'ldi-da. Endi mening his qilgan sizdagi yetarsizlik baydilishatgam deb o'tdi mush sahnadagi qiyofat. Badan tutush, chiroy, mimika. Bay deb o'tdi biz bir san'atchi, sahnaga chiqqanki bir artist. Cho'qib mush taraflardan diqqat qilishimiz kerak. Mengish turishdan tortib. Shun keyingi bosqichlarda mush tarafga ko'ngil bo'ling. Sizga omad yor bo'lsin. 4 nomerlik Mahir Gulnigar Jirat. Bu Layli Gul degan naqsha haqiqatan ovoz doirasi keng, ushaq agitmalar ko'p, qo'yiq milliy purakqa ega, xilil kuch talab qiladigan bir naqshlarning birida. Sizmi bu naqshni o'zingizning ovoz tusiga moslashtirib, xilil yuqori saviya bilan o'rinladingiz. Ovoz tusingizmi yo'riq, chiroyli ekan. Omad yor bo'lsin. 5 nomerlik Mahir Asad Dilmurat. Ovoz sharoitingiz haqiqatan yaxshi ekan. Ovoz tusingizni ko'rib olishga bo'ladi. Ovozingiz erlar yuqori ovozining tusi bor ekan. Tanlagan naqshingiz mo shunchalik ovozingizga tushibdi. Sahnadagi harakatlaringiz mo jonliq, o'rinliq bo'ldi. Yetarsizlik baydilishatgam deb o'tdi mening ashi his qilganim o'xshashda. Shunga endi bundan keyin muqamga oshiq bir yurkingiz bo'lgan ekan, cho'qimliq mushilda davomliq izdining. Omad yor bo'lsin. Rahmat Amrazulman. Birinci nomerlik Mahir yuqorida Nova nomli naqshini aytdi, ya'ni Nova programmasiga bo'lgan madiyasini ifodaladi. Va haqiqatan yaxshi. Naqshininki muzikalik o'yintishlarini ifoda qilishingiz, qiyofatingiz, sahna qiyofatingiz haqiqatan yaxshi bo'ldi. Endi diqqat qiladigan taraf naqshingizni, texmi ovozingizni texmi uchuq yo'ruq chiqarishga ahamiyat bering, bu tarafni izlang. Lekin naqshini yaxshi aytdingiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 2 nomerlik Mahir ijrosiga Seg'inish nomli naqsha muzika bilan so'z intayin bir-biriga mos kelgan yaxshi bir naqshga. Naqshchi bu Mahirningki ovoz tusimi yo'ruq, yaqinlikka. Naqshining muzikalik o'yintishlarini, ya'ni aşı naqshi talab qilgan muzikalik o'yintishlarini yorqin ifodalab berdingiz. Bu tarafdan yaxshi. Tirishing, omad yor bo'lsin. 3 nomerlik Mahir yuqorida talki tog'larini aytdingiz. Dilshod bilan Amragul ma'lum yaxshi to'g'ri baholarni berdi. Ovozingiz haqiqatan ovozingizning tusi erlarga xos tusga ega. Ovozingizni jarangliq, to'g'ri bor. So'zlarni elishingiz yaxshi. Lekin sahna qiyofatingiz, chiroy ifodasiga diqqat qilishingiz kerak. Endi bu deganda bu talki tog'lar degan yurtimizning bir simvoli. Endi shu yurtga bo'lgan muhabbatni albatta qizg'in, xo'shal kayfiyat bilan ifoda qilish kerak. Shundaqmi? Mana shu taraflarga tirishib keting. Rahmat. 4 nomerlik Mahir
ovoz tusi suzuk, yoqimliq. Birinchi kupletdagi naqsh melodiya bilan ikkinchi kupletdagi o'zgarishchan holatlarni ifodalash nihoyat yaxshi bo'ldi. So'zlarni ilishingiz nihoyat yaxshi. Kiyimingiz nihoyat yaxshi yarashibdi. Aşı ikinci özgürlükteki müzikalik odarlar kirişiniz nihoyat joyida bo'ldi. O'zingiz sahnada nihoyat ro'yingiz ko'tarangi, jo'shqin, yaxshi aytdingiz. Taxmin tirishing, omad yor bo'lsin. 5 nomerlik Mayırning ovoz tusi, yoqimlikka ham jonliq muqomni aytganingiz, muqomning haqiqiy aşı boshini o'ziga xos kuyda boshladingiz. Elbilik yaxshi bo'ldi. Utuqliq sizga yor bo'lsin. Rahmat. Asad efendim, sen g'o'diqdingizmi? Qanday oxirgi taraflarda azroq shivirlar desmay qoldi. Lekin asosiyatdan naqshi xeli mukammal yaxshi o'rlandi. Rahmat. Qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar yaxshi ko'rgan Mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, Mahirlarga madad bergan asosda bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda qo'sa, bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mushundaq bir natija bo'lib qolar deb o'ylashganmidingiz? Hurmatlagan tomoshabinlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Qadrli tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, ko'rayotganlar Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vaslivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Chinori biopantexnik chekish shirkati alohida qo'llagan yangi navo programmasi. Unda Xosat Hayir oldingi navo programmamizga qisqacha orqali qatnashgan taylaylik abonentimizni tanlab chiqamdik. Bo'ladi. Qani undaqda cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Taylaylik abonentimizning telefon nomeri 138 99 22 22 muborak bo'lsin. Sizning Xinjiang O'g'izxon kasbiy chekish shirkati ta'minlagan O'g'izxon erlar maxsus ichimligi, erlar quvvat talqini, xonim qizlar quvvat talqini va O'g'izxon matonlari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Muborak bo'lsin. Endi yana bir taylaylik abonentimizning telefon nomeri to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Yana bir taylaylik abonentimizning telefon nomeri 135 79 94 78 muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sizning Xinjiang Haqqan Savdo chekish shirkati ta'minlagan Haqqan kiyimlarini bas setish to'kini ta'minlagan 500 yen qiymatidagi Haqqan kiyimlari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Muborak bo'lsin. Keyingi bosqichimiz qarindoshlar. Çırak otir pervane Diğer merdane merdane Çırak
Hoş aldı bilen hamkarlaşıkçılarınızı bir konuşturuk demsiz. Ha, buldu. Bu yak bulsa mening öz akam Azmat buldu. Ha, uy. Qarşalınız. Bu yak bulsa mening öz adam buldu, ismi Dilraba. Bu yak bulsa Qaynoqdan kelgan bizden bir yurttaş, ismi Rahmatullah. O yak bulsa yanında yetib atgan tanbirchagimiz Azmat buldu. Ha, Qarşalınız. Bu qeyrindaşlarning aqchan singlisig deydigan jurak so'z bor. Qaysinglar vakil bo'lib deb baqsizlar? Vesliot şirket bilen muştaq Şinjan televiziyasının birleşip muştan Nova programmasını orlaştırıp yaşlarga muşundaq bir yaxşı fürsatni hazırlap bergen köpten köp rahmat aytaman. Singlimning bundan keyin tirishib o'zining parlaq istiqbolini qo'lga keltirish uchun tirishni chin ko'nglimda umid qilaman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat. Şəmimiz yaxşı görüdüğən naxışlarını çatmaq bilə yetibdim. Biz mi pəst ottağaçdan etdik siz bilə anlanmışsınız mı? Unaxısa qeyrindaşlarınızın biri tunuşturayım demsiz. Savaqçım Dilşat, savaqçım Erşat. Oy. Dilşat, Erşat. Boldu onda qosa, naydı yaxşı naxışdan birini huzurumuzga sunanlar onda qosa. Aram ağaç toğamısanlar. Mərhəmət. Cübbe türgüller Bak girsem seni soraydım Aldı şok bulbul Köyge köy qetib Xandan urut seni küyleydim Sevgimizden barcha bu alem Bizga her dem kulib qaraydi Sevgimizden barcha bu alem Bizga her dem kulib qaraydi Yansın uçmusun aşıklık kuti Nuri taransın cimi alemge Baxtga to'lsin sevgi rishtimiz Chin bog'lansin yurak yurakka İçilsin her dem çimenlikten Sevgimizin kuşboy gülleri Yağrisun her dem chin sadaqatdan Muhabbatning o'tliq kuyları
sen, baharımda sen, bir ömürlük vafadarım sen. Hayatımda sen, baharımda sen, bir ömürlük vafadarım sen. Hayatımda sen, baharımda sen, bir ömürlük vafadarım sen. Bir ömürlük vafadarım sen. Hamkorlashishimizni bir tanishtiraysiz boshda. Hemkarlaşmışım. Ömürlük hemrayım, ayalım Hatime ablam atıldı. Fatime abinin kasb ishmi hisobimda, Qarmay televiziya stansiyasida ishlaydi. Oilanglar ko'z tegmasin, baxt tilaymiz sizlarga. Rahmat. Bu naqshingiz maxsus ishchilar uchun atab yozilgan naqshida qilamdi nima? Muşu Nava programmasiga tizimga aldırışım muvaffaqiyatli bo'lgan ekan, teksti, muzikasini o'zim yozib akkordlashtirdim. Mushu bir naqshini mangu aytib o'tib ketinglar. Rahmat. Rahmat. Fatime, doim ekranga chiqib, televizor ko'rguvchilarga gap qilganingiz bilan ekranda yo'lishingizga birga qilib bakmagan bo'lgaydingiz, Aqcham. Bugun mushu Nava programmasi qatnash orqali intayin hayajonlandim. Mushu Nava programmasi qatnashgan barliq mahirlarga ovozi o'ziga cho'ng gap qoldigan ishlar bo'ldi. Ovozingiz shunchalik yaxshi ekan. Mening ovozim men o'zimga kichikka qolgan. Rahmat. Qani ko'pchilikka bir tanishtiraymiz o'zingizni. Salom bagash. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, ekranli ko'rarmanlar. Men 3-numurliq Mahir Ahad Muhammad. Men Şinjan San'at institutining muzik ma'rif kasbida o'qiyman. Ay Ahadjon. Bayam Mahirlar o'zlarininki gaplarini dedi, hikoyalarini dedi. Mushu sahnada naqsh aytib, ekranda chiqqandan keyin kimning ko'rishini, kimning ko'rib sizning faxrlanishini eng xohlaysiz? Ota-onamning, urug'tuqqan qarindoshlarimning. Ata-opa men Navoga chiqdim. Bo'ldimi deydi. Apa dadingiz bo'ldi deganmiz, bo'ldi. Bo'ldimi ya?
Ахатcan, sizniki eng yaxshi ko'radigan ishingiz qaysi ish? Naqsh aytish bilan muzik chilish. Mening eng yaxshi ko'rgan ishim gap qilish qarang. Shunda bir xil qo'rqinchli qarorsiz mendan xapamang, qani aramaga turamiz. Aldı bilan tomoshabinlarimizga salomingizni bergach, o'zingizni bir tunishtirib aytamiz singlim. Bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men 4 numurlik Mayil Gulnigar Jurat bo'lman. Yurtim güzel Börtladan. Singlim o'qimsiz? Ha, men Şinjan San'at institutining muzik ma'rif kasbida o'qiyman. Muzik ma'rif kasbidami? Tayyorliqlar puxta. Ha. Naqshni shunday chiroyli qilib berdingiz. Rahmat. Ovozbek chiroyliqkan. Ovozbek chiroyliq. O'zim shunday chiroyliqga zaqam. Naqsh etishga burundan qizqandingiz. Men 13 yoshimdan boshlab sahnaga chiqqan meni ota-onam bak qo'llaydi. Maktablarda-chu faoliyatlarga qatnashamsiz odatdan? Men Sho'b san'at maktabida o'qigan. Shu vaqtida o'tkazilgan o'quvchilarning naqsh musobaqasida 1-darajaga erishgan. Bu 1-darajaga erishganmi? Maylar kelganlar bugun. Unda xo'sa, Umoq singlim sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Aramag'ashtiring. Rahmat. Rahmat. Bala deşti ara Mecnun minimdek
gelmiş devran Kuyundek her zaman bir körmegen Vay Vadede sergan darme Ni emdu malayinge Beliye Beliyet deşti de kayem Ni sevda yucunun gamalame Vay Behrige Nemen golliye gider bulsam Mini yokla çimbamı Mini yokla çimbamı Gelip bir şeşerde yükseme Mini yokla çimbamı Gelip bir şeşerde yükseme Mini yokla çimbamı Bu mıskin zar zar düşlepti Vay kişi alayım bilmeydu Vay kişi alayım bilmeydu Bir yerden baş elip kesem Mini yok kaçayım ben Bu yerden baş elip kesem Mini yok kaçayım ben Ben barayım ikumda Şarkılarım ekimda Ben barayım ikumda Ya gilem ekimda Yar yar direk bulsa Bir gidime aşağıya Tür gidime aşağıya Ol sevip gilemunda Yar yar aşağıya Ol sevip gilemunda Yar yar aşağıya Yarım zillah bol zillah Toptama yol yedim Yarım zillah bol zillah Toptama yol yedim Hayatım çekip kelle Yüreğimde bu silip Hayatım çekip kelle Yüreğimde bu silip Hayatım çekip kelle Vay dadme Aya derdim bir Vadı sergan darme Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Qarshi olamiz Asad. Aldı bilan ko'pchilikka bir salom berib olsiz, Aqchan. Assalomu alaykum. Nava programmasini naq maydonda va ekranda oldida o'tirib ko'rayotgan barliq qarindoshlarimga Kamina Asad Dilmuratdan o'tliq salom. Asad, hozir xizmat o'rningiz? Xizmat o'rnim Qarmay 7-boshlang'ich maktabining musiqa o'qituvchisi. Bayan aş tarafta bir yürüyüş görürmenler bekçik cevap çap ketdi. Qarmaydın az adam kemiga o'xshaydi ha bugun. Shunda o'xshaydi. Baş shihodim keldi. Ana yurtim shiho emasmi? Ha, undadam. Xizmat bilan oila sabablik Qarmayda o'sha turib qoldik. Bugungi Nava programı Bu o'rindan başlasa hakikaten muqamlıq kayfiyatı ifadelenir, gavdilenir. Biz nurgun anlap kettik. Bazılar özünün avaz şaraiti qaraplı, o'xshamagan boshqa
kuy o'rnidan boshlab qo'ydi. Shuning bilan muqomning allaqay jonliq portlab chiqadigan hissiyotlari ifodalanmaydi-da, kayfiyat qizg'in bo'lmay qoldi. Mayada yaxshi ifodaladingiz. So'zlarni elishingizmi yaxshi? Mard maydonda sinang degandek, mana naq maydonda aytqiningiz alayda yaxshi bo'lib ketdi. Bu bir mahorat. Bizning bir qism kasbiy naqshchilarimizmi naq maydonda naqsh aytishdan qo'rqidi. Bu tas. Bu haqiqatan ifodamiz. Hammanglarga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat azizlar. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, 5 nafar mayirimizning naqshlarini birlikda anglab o'tdik. Baholovchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini ham angladik. Undaqda naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz bir paraz qilib baqqan bo'lsa, bizning bu 5 mahirimizdan zodi kim bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu? To'g'ri paraz qilsangiz, albatta mukofot bo'yimiz bor. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizni Shinjang Sarkarda kiyim-kechak shirkati ta'minlagan 500 yem qimmatidagi erlar kiyim bilan mukofotlaymiz. Undaqda paraz qilib. Men 3 numurluq mayırni bir haftalik yulduzi birinchi bo'lamdi ekan deb o'ylayman. Rahmat sizga. 1 numurluq mayır amirni 1 bo'lamdi ekan deb paraz. Rahmat. Ben şu 5 numaralık mayırını bugünkü şu birinci müşeptilik çempiyon bo'lib qolishini paraz qildim. Men şu 4 numurluq mayını birinchi bo'lamdiki deb o'yladim. Ovoz bek yaxshi ekan. Men chuqum 2 numurluq mayır o'tib chiqdi. Ekran oldidagi qadrli tomoshabin do'stlar, qani sizlarni paraz qilib beqinglar. Bizning bu 5 mayirimizdan zodi kim haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu? O'zinglar bu haftalik yulduz bo'la oladi deb qargan mayirning rat nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llasanglar bo'ladi. Bu haftadagi talaylik abu balkim siz bo'lib kelishingiz mumkin. Qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda bizning bu haftadagi yulduzimiz zodi kim bo'ldigandu? Qisqa e'londan keyin hammalar birlikda natijasini ko'ramiz. Kanalni yutmay turing. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Shinjang televiziya stansiyasi bilan Vaslivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan, shivsiz mahsulotlarni ishlab chiqaradigan Shinjang Chin Nuriy Biopan texnik cheklanish shirkati alohida qo'llagan yangi nava programmasi. Undaqda endi naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizning o'z huquqini yurgizadigan vaqt keldi. Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, odillik prinsipi bo'yicha mas'uliyatchanlik bilan bu haftalik yulduzimizga bilet tashlasanlar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mayirning rat nomerini to'xtamasdan to'lsanlar bo'ladi. Qani undaqda bilet tashlash Boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gerçi ben bu qatam o'zimninki balkim o'zimninki shu san'at jihatiga ortiqchiligini yaxshi namoyon qilamagan bo'lishim mumkin. Lekin men cho'qim tirishaman. To'g'ri, bizmi shunday tushundik. Bu sizning san'at jihatidagi talantingizning to'liq namoyon qilinishi emas. Menimcha sizda yana bundan ortiq bo'lgan talant bor, shunlashqa tayyorlikni puxta qilib, navasakimizga yana kelishingizni qarshi olamiz bo'lamdi? Tilaymiz sizga, rahmat sizga. Agar sizlar yaxshi ko'rgan mahir haftalik yulduz bo'lamagan bo'lsa, oylik yulduz bo'lamagan bo'lsa, keyingi o'tganlarga muvaffaqiyatli o'tamagan bo'lsa, kerak yo'q. Yaxshi ko'rgan mahirning rat nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llash orqali uni yana navosakimizga qaytarib kelalaysizlar. Shundaqla tanlaylik abon bo'lish fursatiga erishalaysizlar. Tafsilotli Vaslivot to'rida. Qadrli tomoshabin do'stlar, nova programmamizning birinchi o'tkili muvaffaqiyatli tamomlandi. Biz endi ikkinchi o'tkaliga o'tib ketamiz. Ikkinchi o'tkilimiz parvoz. Ay camalını körüp aynalı kız iken bu dedim. Nur çiçek tursa yüzüm günün özü iken bu dedim. Min cenim bulsun tesadüf bir karşımda seni. Gözlerini tam sehermen yulduz iken bu dedim. Ayının özü iken bu dedim. Kaşkar kızı iken bu dedim.
yo'qdir Manga bir to'y kiydirlar Etaş yakması yo'qdirlar Etaş yakması yok bu ne Vay ki yürümüş akıbet bir gün Hayranım ben ey Allah ey men hayran sana yarim Tutacili bultasam xiyalim sen geldin Tutacili bultasam xiyalim sen geldin Neden bulsa yet yarim Mundaş qilmen geldim mundaş qilmen geldim Almıçı anarin güzeller Dağlı reyhanın mulay Almıçı anarin güzeller Dağlı reyhanın mulay Aydın akşam baka girsem alma pişiptir Ey alma pişiptir Ol meni kızıl gölge yerge düşüptür Yerge düşken olmalanı yaprağı bulsan Ey yaprağı bulsan Könlümdeki şu yalanın ömrüğü bulsan Şuna pervaz basqıçımın ait qalbilik tamamlandı. Yani ikinci numaralı Mahir şu Nava programmasının ikinci basqıçının tələbi boyunca özünün naqşı etişdən başqa sanat alayligini göstərdiyi usul oynap. Bu jarayonda bu Mahirninki usul hareketleri yani usul müzikasının odarlarına ritmiga moslashganligini ayt yaxshi oldu. Usul hareketlerimi ayt yaxshi. Xudo biraz ta'lim olgandakda aytdi joyida bo'ldi. 3-numurluq Mahirning ijrosidagi yuqoridagi Hayroning men nomli Turpan xalq naqshisi aytayliqi aytish qiyinligi zo'r bo'lgan bir naqsha. Ovozingizga mos kelmay qolibdi. Tanlayolmay qolibsiz bu naqshini. Naqsh tanlashga ahamiyat bering. Tirishing. Rahmat. 4-numurluq Mahir Olmichi Anarning nomli naqshini mazmunga xos muzikalik hissiyot, sho'q usullik badan harakati bilan nihoyat yaxshi o'ynab berdi. Nihoyat yaxshi o'yindingiz. Kiygan atlas ko'ynaklaringizmi shundoq moslashibdi. Rahmat yor olsun. 5-numurluq Mahir elektronlik pianonun çalıp özününki yani bir müzik çalış alayligini ko'rsatdi. Yaxshi çaldı. Onun üstüge Aydın akşam degan naqsha yani eli naqshalarning melodiya puroq alayligi bo'yicha ijod qilingan ijodiy naqsha bu.
Şunu endi naqshininki o'zi xos mardona muzikalik o'yintishlarini yorqin ifodalab berdingiz. Bu tarafda yaxshi endi. Xuyor bo'lsin. Rahmat Abduzakam. İkinci numaralık Mayır, Dilxumar, Şavket. Usul hareketleringizmin xeyli qiyinlik darajasi bor ekan. Usulni xeyli o'tarlarga tushirib yaxshi o'ynadingiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 3 numaralık Mayır, Ahad Muhammed. Özünüz tutar çelip bir chatdan etdiniz. Bu haqiqatan osonga to'xtamaydi. Lekin mushu bosqichda aytgan naqshingizda sizning ovozingizdagi ortiqchiliklar toz ifodalanmay qoldi. Bay Abdiskam deb o'tdi. Siz birinchi bosqichda ovozingizdagi butun ortiqchilik to'liq aks etgan. Ma bosqichda ma tanlagan naqshingizda yana azroq boshqa turishga to'g'ri keladi. Keyingi bosqichlarda omad yor bo'lsin. Yana sizga texmi zo'r utuq tilayman. 4 numaralık Mayır, Gülnigar, Cüret. Usul hareketleringizmin chiroyli shundoq o'maq bo'ldi. Naqshni yaxshi etdingiz. Endi lekin shu ba'zi yerbek yumshoq sababidan ba'zi qattiq yumshoq o'tarlardagi farq. Farq bo'ladi emasmi? Shu farqlar toza ko'rinarlik bo'lmay qoldi. Keyingi bosqichlarda mushtaraflarga diqqat qiling. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 5 numaralık Mayır, Asad Dilmurat. Aydın akşamni elektronlik real bilan shunchalik yaxshi o'rinlab berdingiz. Naqshdagi hissiyot, inchik paraqlarmi asosan joyida bo'ldi. Sizga omad tilayman. Rahmat. Rahmat. 2 numaralık Mayırımız Dilxumar. Mushu usulga xeyli qantar singdiribsiz, xeyli ajr singdiribsiz. Usul havaskorlarning ichida menimcha sizning usulingizni yaxshi deb qarayman. Rahmat. Yaxshi o'yindingiz. Omad yor bo'lsin. Ahad efendim, duttani yomon emas chaldi ekansan, tirish. Bir naqshchiga nisbatan, bir Uyg'ur naqshchiga nisbatan duttani yaxshilish bu yomon cho'ngishmi bu? Bu ash naqshsiga gul qo'shib mangadi. Sen mana degan bu duttachilishda, naqsh etishda tirish qolmasdan, hissiyot jihatda, gap qilish jihatda azroq bir tirish. 4 numar Mayır Gülnigar, Cüret. Almachi anar degan bu naqsha xotin xalq naqshi. Bu naqshni naqshi etib turib usul o'ynagan usulchilar ko'p o'tganman. Hissiyot jihatdan naqsh o'rlash usul harakatlari ham shundoq. Assalomu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar. Cuma günü keştiki altın vaqtinglarni biz üçün ajratqaninglarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Men do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, xush kelibsizlar. Men do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum Nova programmamizning qo'llovchilari. Men sizlarning yaqin do'stinglar Ramila Isan. Ularda baholuvchilarimizni bir tanishtirib o'tay. Ataqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abduzrahim Erkal apandim. Qarshilamiz. Şinjan Muqam Ansamblining davlatlik birinchi darajalik artisti, ataqli naqshchi Dilshod Raydin apandim. Qarshilamiz. Şinjan San'at Instituti Muzika fakultetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamragul Abduqadir muallim. Qarshilamiz. Xo'sh, undaqda taraf qila vakillarimiz Sağlamlıq şortuz köprüsü bilen mukaffatlaymiz. İkinci bo'lgan mayirimizni Şinjan Ro'yab xalqaro savdo chekish shirkati Kanadadan kirgizilgan yeshil yemeklik Jameson sog'lomlik mahsulotlari bilan mukoffatlaymiz. Aylık yulduzimizni Şinjan Arzu savdo chekish shirkati ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchamidan o'tgan yuqori aniqlikdagi Uyg'ur sistem hisoblangan ham kompyuter ekran qilib ishlatkili bo'lgan Arzu markali yuqori aniqlikdagi televizor bilan mukoffatlaymiz. Yıllık çempiyonumuzni diyarimiz Altın Zıbızna sahasındaki Bayraktar Karxana, Şinjan Baxtiyar Sərgərçilik Dükünü uzundan beri özünü qollab kelayotgan kən xalqımızға rəhmət yetişiyisindən Nova programımızın yıllık çempionuğa bir avtomobil sovg'a qiladi. Bizning yıllık çempionumuz bir avtomobilga erishgandan boshqa yana alayda imtiyozlarga ega bo'ladi. Nova sahnasidan nurg'unlagan cho'lponlar uchirma bo'lib chiqadi degan gap. Nova programımızın tunca ötkili bizning naqshimiz.
Yalnızlık içlerine var Yanrı tayni nakş güyleri Öyle pişkin ben var Yanrı tayni nakş güyleri Öyle pişkin ben var Bança dullar şatlansın gülsün Üzülmüşsün güydürüm nava 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 Cembilayni koynunga nava 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 Şatlanayni koynunga nava Güzel sende ayna var Bağrın kengri bir güzel sayna Dillik mihrin söygül kide Kucak açtın bizlerge nava Yanrı tayni nakş güleri Öyle pişkinde nava Yanrı tayni nakş güleri Çadırlar şatlansın gülsün Üzülmüşsün gülürüm nava Çadırlar şatlansın gülsün Üzülmüşsün gülürüm nava 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 Cembilayni koynunga nava Nava Şatlanayli koynumda nava Şatlanayli koynumda nava Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Yaxshi. Voy. O'zingizcha. Ko'pchilikka salom bergach o'zingizni bir tanishtirib o'tasiz boshda. Assalomu alaykum Nava programmasining qizg'in ishtirokchilari. Xotan o'g'li Amirjondan sizlarga o'tliq salom. Rahmat. Men Xotan viloyat Lopnaylik Charbog 1-o'rta maktabning musiqa o'qituvchisi Amirjon Qurban bo'lman. Sizlarning meni qo'llab-quvvatlashinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Amirjon muallim. Amir degan ism bek tunishliqqa bizga. Muzdaqdan kelgan mehmon da'vatchisi vaqt. Mustaq kelgan. Amir degan ismning keyindili Gülandam degan ism adamning esi keldi. Pastda Gülandam. Bormi? Siz Amirning Gülandami bormi, yo'qmi pastda? Bugun kelinmadi. Ha? Bugun kelinmadi. Nimishqa? Tasaddiqiy bu o'tganni o'tamay qolsam Gülandamning yuzi tushib ketmasin. Ay Amarjan deb bir so'rab qolsam o'sha Navaga bir qanday bir maqsad bilan keldi. Ha, so'rab qoldingiz adang. Deymanmisan? Dislab anglab baqala. Nava programmasi shu biz yoshlarningki hozir shu san'at jihatiki atalantini eng yaxshi jari qildirgan bir o'tliq sahna bo'lib qoldi. Shu munosabat bilan menmi Nava sahnasiga tunji bo'lib Nava degan naqshamni olib keldim. Shu boyiqqa Nava degan naqshingizni anglab biz bek hayajonlanib ketdik. Maxsus bizning programmaga atab ishlagan naqshimi bu? Oy, rahmatchimi Amirjon muallim. Men bütün xizmatchi xodimlar vakolatidan ham shu Nava programmasini yaxshi ko'rayotgan ko'rmanlar vakolatidan sizga rahmat aytaman. Rasman chin ko'nglimdan tashakkur. Hamda men bundan keyin mutlaqo yaxshi tirishib, men o'zim tarbiyalayotgan shu o'quvchilarni yaxshi shu musiqa, go'zal san'at jihati yaxshi bir atrofliq, yaramliq odam qilib chiqish uchun tirishaman. Barliq ishingizni tiklaymiz. Shuning bilan birga o'zingiz deb o'tgandek, shu suyimli o'quvchilarni tarbiyalash yo'lida texmi ko'p ajr singdirib, haqiqiy hurmatga noil ustoz bo'lishingizga tilakdoshmiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Aramag'ashtiring.
salam. Aldaki uçkur şamal, yurtumga ketken salam. Men gözügün birip, her tangda uygansa anam. Men üçün söygün birip, her tangda uygansa anam. Men üçün söygün birip, her tangda uygansa anam. Her tangda uygansa anam. Assalomu alaykum singlim. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Aldı bilan o'zingizning salomini yo'llag'ach, o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Assalomu alaykum. Nova programmasi qatnashgan barliq aziz tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlar, Eli viloyatidagi qadimiy yurtlarning bir so'g'an qaynoq yesidan kelgan Dilqumar Shavkatdan hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Sizning materialingiz ko'rganimda shu G'uldi shahrida o'tkazilgan Tabassum lo'nqisi naqshkechilik musobaqasida birinchi darajaga erishib ekansiz, ha? Qaysi naqshni aytqandingiz? Unda men boshda ilqi tanlash musobaqasida qatnashgan chog'da salom xalqimni aytgan. Hal qilg'ish musobaqaga qatnashganda Sanar Tursunning ko'ngilga nasihat degan naqshni aytgan. Siz aytdim shu Sanabar odamning naqshini aytgansizda. Ha, Sanar Tursunning naqshini yaxshi ko'rgansiz. O'z bilan ko'rish baxtingizmi? Ha, ko'rish baxtim. 2011 yili yozliq ta'til bo'lgan chog'da Sanar Tursunning inisi Hasanjon Tursun bizlar yaqindi. Shuning bilan Sanar Tursunni mushu qaynoq yesda. Qaynoq yesda shu naqsh aytoladigan bir san'at xumar oila bor. Shu oila bilan bir ko'rsam debdi Sanar Tursun o'qishdan keplaman shulardan. Bir ko'rsam deb bizni chiqib ketgan shuning bilan bizni uyda Aytgan joyda mehmon qilib o'tdinglar. Aytgan joylar mehmon qilib bir kun kechgacha mashrab qilib shuna qo'shal o'ynab. Shu o'zingizmi o'xshab qolamsizmi o'shanda birodimizga? O'xshayman hozir. Anotki shunda tafsir deb berdi, ha, biz uyga kirib aytgancha eshitib deb Sanabar tursin deyishlar edi, ha, umoq. Unda bo'lsa, mushu kelishki maqsadingizmi Sanabar Tursun bizning naqshni aytib olishmi yoki boshqa maqsad bormi? Mening ishqib biz u yerda gezroyim bo'lgankin kichigimni tortib san'at qiziqatdim. Mushundaq cho'nsakinlarga chiqib nomer ko'rsatgan fursat bo'lmagan. Rahmat, maşallah. Şun bugün muş fursatni Şinjan Televizyon stansiyasi o'rlashtirgan mush Nova programmasininki bizga o'xshash o'z talantini namoyon qilamayotganlarga yaxshi bir fursat ekanligini ko'rib, shunga o'z talantimni joriy qilib qo'yay deb keldim. Bizmi ham sizlarga o'xshash moyillerimizning bo'lganligidan intayin xushal. Sizlar bo'lganligingiz uchun, sizlarning yiqimli kunlaringlar bo'lganligi uchun bizning programmamiz texnik avjiga chiqyapti. Shunda maktab o'qimsiz yoki? O'qiyman, 1 yil to'liq 3-yillikda o'qiyman. Siz imtihon bergan chog'da qanday bir kasb o'qigangiz va qanday oliy maktabda? Mening hozir 3 xil kasbda o'qigim bor. Yana bir 2 qo'sh 5lik qo'ysangiz mumkin. Mening orzuim psixik maslahatchisi bo'lish, kiyim-kechak loyihalaguvchisi bo'lish, riyosatchi bo'lish qatorliq 3 orzuim bor. Mening nomerim qarta oliy maktab olgan nomerim qarayman. Manda qiling bo'lmasa, 3 yillik kasb bor maktabdan birini tepib, tushlikcha A fakultetda, tushlikdan melisi bir fakultetda, tushlik oliy maktabdan o'qib boqamsiz ya. Mayli unda qilsam. Yonmay keting, mayli. Sizga bir o'qish bir ko'chab tuzum bir zap bersak. Arama g'ashtiring marhamat.